Assalomu alaykum Fayzulluz kanalining qadrli obunachilar, Xudo xolasa bugun like'larni bosib tursalar, Xudo xolasa qo'ziqo'chqonlarida zo'rlaridan, nomeradinidan toza 5 ketgini boqaman degan obunachilar uchun Xudo xolasa Odilbek do'stimizga yangi qo'yib bering. Assalomu alaykum obunachilar, Xudo xolasa Fayzulluz kanali uchun katta partiya qo'yimiz keldi. Qirg'iziston 5 ga. Xudo xolasa katta-ya, unaqasi deb kelavermaydi Odilbek. Narxi ham o'ta yo'lida. Narxi yengil. Tas sotamiz bo'ldi. Qarang Odilbek, videoni boshdan aytaylik. Arzimagan barram sotilyapti-da, 3 million, 3,5 million so'mdan qarab turing. Bir obunachilarga bonus qilib bermaysizmi? Videoni oxirigacha ko'rishsin, bonus yomoni bo'ladi. Nech puldan bo'ladi? 2 million 800 ming so'mdan ham to'g'ri qo'yib. Barrami? Barra enasini qonida to'g'ri qo'yib. Katta ketmang Odilbek. Katta ketish emas. 2 million 800 mingdan tildan chiqqan hamma javob. Mana garantiya. Baraka ketdi. Qadrli obunachilar, 2026-yil 18-fevral haftaning chorshanba tongida Xudo xolasa videolarimiz ustida ishlab bormoqdamiz qadrli obunachilar. Qo'ydi zo'ridan olaman degan obunachilar uchun bugun videolar poddelisa qilib tashlab qo'yaveramiz. Xudo xolasa Odilbek bularni barcha ma'lumotlarni Xudo xolasa berishga harakat qilamiz. Qo'tlab turasizlar, qo'ydi soni o'ta ko'p, lekin sizlarni vaqtlarini olmaymiz. Qisqacha 3 partiya qo'yib beramiz. Tars ha. Qisqacha bo'ladi. Mana qadrli obunachilar, bitta shuni ko'rib oling. O'ta ko'p. Birinchi partiyamizga soni nechta? 45 ta. Xudo xolasa yaxshilaridan qurolliqqa tayyorlan. Odilbek yemini ham yeb turgan ekan, badani semizagina qo'yiladi. Mana qadrli obunachilar, dumboshlari, quyrug'i o'ta tikkalardan, stoykalar baquvvatlardan. Mana kalla boshlarni ko'ringlar, ey. Voy, dahshatlardan kelibdi Xudo xolasa. Qo'ydi Xudo xolasa nomeradini deb qo'yaveringlar. Narxi ham yakka bo'lsin, zo'r bo'lsin. Odilbek yosh oyligi necha oylik? Yosh oyligi 9-10 atrofida. 9-10 oylik plus-minusda deyaveringlar. Bo'ylari nechiga beramiz? Bo'ylarni 80dan 85 pasti yo'q. 80dan pasti yo'q. Telefon qilsa, mol qo'y yo'qdi menga, mana shu qo'y yo'q desa, hamma yo'g'ini o'lchab beraman. O'lchab videolar tashlab berasiz. Qarang, telefon qilishadi, ustiga kelayotgan odamlar lokatsiyalarni ham tashlab berasiz. Quram TV'siga lokatsiya tashlab beraman. Qo'y ko'p, xudo xolasa bemalol kelinglar, lokatsiyalar tashlab beringlar. Qo'ydi soni ko'p obunachilar. Maza qilishga ham bir lokatsiyalar tashlab beraman. Shunday kelib turib shuni ishlashadi. Odilbek deb qo'limda ushlatsa bari, men o'tib beraman. Kelin ketdi obunachilar. Voy Odilbek, obunachilar ko'p vaqtini olmaymiz dedik. Qarang. Keng. Mart narxi nech puldan? Narximi? Ha. Mayda juda 6 million 58 emas, mana qo'ydi 5,5 milliondan kami ham bor. Kami nech pul? Kami deganlar uchun 100 ming, 50 ming, 300 mingdan 52 dan olsa bar ekan. Keng bizdan bitta so'raylik endi. Men obunachilar tarafman, tani. 100 million 200 mingdan yana so'rab olasizmi? So'rashga haqqimiz bormi yo yo'qmi? Yo'q, mana obunachilar so'rashga haqqi bormi? Bemalol so'ravering. Qancha? Bo'ldi. Nech puldan? Men ham mayda chaynalmayman. 47 dan pul berishadi, bir joyga tortishadimi? Yo'q, 47. 4 million 700 mingdan. Yo'q, 5 million 200 mingdan. Sal hisob sari ber ekan. Bo'ldi, qarang. Ozginadan yumalasa sotaman. Bo'ldi, ozginadan yumalasa sotaman deyapsiz. Narxi aniq turadi. Xudo xolasa yengil ketdi. Ana. Qo'y 5 million 200 mingdan ko'taradi lekin. 5,5 dan ham ko'taradi. Bo'ldi, u bozorda. Bozorda. Mana uyingizga kelib, men shu lokatsiya tashlab beraman. Osh yegan qo'lingizda ushlab turib, "Odil, 48 dan emasmi, bir yerga berasanmi?" desa, nima deysan? Men aytaman. Bir yerga 5 million nosim. 4 million. Qara. O'zi yomon ko'p so'raveryapsiz. Vobshe endi obunachi qo'pol iterar ekansiz. Yo'q, so'rashga haqqimiz yo'q. Yo'q, qarang. 5 milliondan olishsin. Bo'ldi, videoni o'zi olmay qo'yaver ekanmiz a. Men obunachilar tarafim Odilbek. 10 oylik qo'zi. Bo'pti, 10 oylik atrofida mana qo'yimiz zo'rdir. Bedani zo'r. Bo'ldi, mana qo'ldi ber. Qo'ldi ber. Xotirjam ko'taradi qo'y. 4 million 800 ming men obunachiman, berasan bermaysan. Beraman desang videoni davom ettiraman, yo'qsa mashada o'chiraman. 4 million 800 mingdan 100 so'm ham qo'shishmaydi. Bo'ldi, tanlab olsan deb turib. Tanlab olsa 5 milliondan tanlab olasiz. 52, 51, 53 yo'q. 5 milliondan tanlab olasiz. Optimi 48 dan berasanmi mana? Ketdi. Bersang olaman videoni. Seni lozingda oldim, hammasini olsin 48 dan. Ya baraka qadrli obunachilar. Mana 4 million 800 mingdan qadrli obunachilar, olinglar optimiga. Mana bitta o'tayapti, ko'ringlar. 80dan 85 gacha unchomcha shat ko'tiga tepadi qo'y. Lekin qadrli obunachilar shat cho'yini ichirib qo'yadi qo'y. Ishonaveringlar, uylarga borganda ko'rasizlar, rahmatli aytasizlar qo'ydi. 4 million 800 mingdan optimiga ketdi. Tanlab olsa 5 million so'mdan qadrli obunachilar. Nima deyapti bunaqasi?
Bunaqa narx faqat Odilda bo'ladi xolos. Like bosib, qo'llab-quvvatlab. Xudo xolasa ikkinchi o'ta ko'p. tars. Lakasda tashab bersini kelib 250 ta qo'ydi oyog'ini tagiga aylab beradi. Ketdik 3-partiyalarimiz. Obunachilar, mana Xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga ham yaxshilaridan, oyoq qo'li uzunlardan, bellari yo'g'onidan. Odilbek soni nechta? 8 ta. 8 ta. Ozgina. Qarang, bitta obunachiga. Bitta obunachi. Narxini ham yo'lida qilib berasiz. Telefon qilib, Odilbek, barbaraka deydi qilib narx qo'yib beraman. Tildan chiqqaniga javob. Mana qadrli obunachi, hammasi dumba oshini ko'rib chiqinglar. Mana yerda 3 ta sariqdan bor ekan. Oq quloq, oq yuzlaridan. O, o'rtada ketyapti sariq qaranglar, dumba oshlar, o'ta pachka. Kep qo'ygan ekan 8 tasi. Odilbek bular yosh oyligi necha oylik? Yosh oyligi 8 oylik atrofida. 8 oylik atrofida. Bo'y bastini nechaga beramiz? Bizlar bunday narsada qo'y, misol uchun 80 dan pasti yo'q, aslida. Ha. Lekin biz 75 dan 80 gacha beramiz. 75 deng. 75 ga ham olishamiz. Bo'ldi mana. Bizlar katta gapirish shu. Haligi dastlabkasini ham misol uchun ayting. Qayergacha? Biz unaqa qilib, hop, paloncha qo'yib olib Samarqandgacha yo'q. O'zimizga keragini olamiz, Toshkentgacha dastlabkamiz. Ha, haligi buni misol uchun nech puldan qo'yasiz Odilbek bo'p? Mana shu yerda gapim keldi-da, oddiy misol. Cherga gap keldi. Nech puldan qo'yasiz mana shuni? Qo'yamiz-da endi qancha. Nech puldan mana? Aytingchi. Mana dastlabkasi ichida Toshkentgacha yetkazib berishi bilan. Oldingini 48 dan berdingiz. Bunga nech puldan o'tib berasiz? Bo'ladigan bo'lsa ayting, men so'ramayman men. Borani 200 ming o'tdi barbar aka. Yo'q. 200 mingni. Yo'q. 4 million 600 ming so'mdan qayda beramiz? Soni kam ekan. Qo'lni bering. Men obunachilarga yana bitta sensatsiya qilib berasiz. Siz faqat obunachilarni. Men obunachilar tarafman. Men chunki obunachilar like-ni bosib, obuna tugmachalarni bosib, yaqin birodarlarga padilsa qilib uzatishadi. Gapiringchi. 300 mingni o'tib berasiz. Yo'q. 300 mingni ko'p so'raveryapsiz. 300 mingni o'tib berasiz, sanib turib. So'raveryapsiz. Dastlabkasini ham qilib yetkazib berasiz. Xursandmisiz? A bir martqa bo'lmay. 8 ta qo'y olsa, qani bu 100 ta 2 ta. Qarang, 100 ta 2 ta qo'yib kelib qo'ydim. 8 ta qo'ygandim-ku, 800 ming o'tib bera olmaysanmi? Yo'q, endi misol ozondan yumor. Yo 800 o'tib bera olmayman desang, mana ozondan yumor sotaman. Bo'ldimi? 46 dan olib. Yo'q, qara. Bo'ldi, qarabdi. O'tib bera olmayman desang, obunachilar 46 dan olaveradi. Bo'ldi 800 ming o'tib ber, 100 ta mana. Hamma qo'raq to'la ekan bo'pti mana. Shuncha qo'ydi ustidan ber bo'ldi. Bo'ldi, shuncha qo'ydi ishdan olsin 4,5 million. Yep, barbar aka mana. Qadrli obunachi mana bola ekan 4,5 million so'mdan. Endi buni 47 dan qo'yib olibdir. It o'lgan joygacha dastlabkasi 5 ta keragi yo'q, to'g'rimi? Ha, yerga yergacha. Obunachilar, bunaqasi yo'q. Mana 4,5 dastlabkasi chiraylar. 4,5 million so'mdan mana charaylar dastlabkasini Toshkentgacha yetkazib beriladi. Buni 48 dan qo'yib olibdir, 47 dan qo'yib olibdir. O, Samarqandgacha it o'lgan joygacha. Keragi yo'q qadrli. Toshkentgacha dastlab keladi. Agar Samarqandlik obunachi telefon qilib qolmasa, yurkirasi kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Bu ikkinchi partiyamiz. Qani ketdik 3-partiyaga. Hamma obunachi videoni oxirigacha kutdi-da. Kutganda ham qanaqa qo'y kerak, qo'y qo'yar ekan. O'zlang mo'ylarni mayda qo'zi qo'yib qo'yadi. Bu qo'zini qaranglar. Suyaklari zo'r, dumboshlar tikka. O'ta chiroyli variantidan-da qadrli obunachilar. Narxini ham eshitdim. Voy, gap yo'q, Odil bo'lgan deb berasizlar. Qo'ydi o'zidan bor-u, narxi go'zal. Narxi go'zal. Yigit so'zdan arzon izidan deydi-yu. Ha. Ana shunday ta. Odillar so'zidan qaytib qolmaydimish qilib. Yo'q, videoni oxirigacha ko'rgan aka siz yutdingiz. Toshni yutdingiz a? Aka siz toshni yutdingiz. Shayda necha pulga yutdilar? Ishonavering. Bitta like-ni bosib, kommentariyaga Odilbek otangga rahmat deb yozib qo'ying bo'ldi. Aka 8 ta qo'y. To'g'ri, endi emas, 5 oylik atrofida. Hop. Hop, 2 ta qo'y chiqar, 6 ta sovliq. 6 ta sovliq. Odilbek deb turib, mana qo'yingda men oldim degan odamga bitta aytaman, bitta kelsaman. 2 million 800 ming so'mdan olgan odam chiroyli baraka topsin. Barbar aka. 2 million 800 ming so'mdan. Realni narx Toshkentgacha dastlabkasi ichida kamiga. Telefon qilib odamga yetkazib berasiz, Odilbek. Telefon qilib ba'zi odam buni arzon narxni eshitmagan-da, arzon narxni eshitmagan. Dobunachi qarang-da. Narx ko'rib turib, mana sirazi telefon qilasan bo'ldi mana. Bo'ylari ham misol unaqa kichik bo'ldi, qarab turing. Yana bitta bonus qilib beraman. Qarab, qo'lni berib turing. Buni ko'pchilik eshitib turadi, PR ekan, uni qo'zini 3 million 200 ming hech qayerda bermaydi deydi. Da obunachilar, tayoq sotganingizda aytib qo'yasiz.
Qayga Bitta qarab turing, mana. Ha, kommentariyga aytib qo'yinglar obunachilar, mana 8 ta qo'ydi, 2 million 800 mingdan men oldim deb yozib qo'yishadimi? Lekin negativ bildirmanglar. Negativ bildirishdan oldin men telefon qilib Odilbek rakisi tashab bermang, borib qo'yingni ko'ray. Shunday kelib qo'ydi ko'ray. Keyin nima gapingiz bo'lsa negativ yozaverasiz. Arzon bo'lmasa 500 so'm o'tasiz. Baraka qadrli obunachilar. Mana 3-partiyalarimiz qadrli obunachilar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like'larni bosib, obuna tugmachini bosib, yaxshi qo'llab-quvvatlab tursangiz, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.